Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Bosi Vlogs kanali. Bugungi video roligimiz Telegram ijtimoiy tarmog'iga tekinga nakrutka urish haqida bo'ladi do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimal like va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obunani bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va kontent fikrlar bizga albatta topishingiz mumkin. Demak, tavsiyangiz do'stlar, unda biz videomizni boshladik. Olamiz. Sayt nomi smmnakrutka deb nomlanadi. Sayt smmnakrutka.com deb to'liq nomi. Bu sayt anchalar ishlab kelgan, lekin tekin bo'limi yaqinda qo'shildi. Ya'ni besplatniy bo'limi. Besplatniy bo'lim orqali siz kuniga hozirda 200-300 tagacha ursangiz bo'ladi ekan. Ya'ni bitta zakaz berganda kamida 10 tadan 40 tagacha keladi. Minimalki o'zi hozir oxir paytda men urganimda 30 ta 40 ta bo'lib kelyapti. Buni eslagan bo'lsa-da, ruscha versiyasi bor. Ya'ni ruscha versiyasini ham reklama qilgandim, lekin ruscha versiyasi kuniga 30 ta 40 ta ursa bo'lardi. Bunga esa 200 ta. Ruscha versiya smmnakrutka.ru hozir pullik bo'lib ketgan, tekin bo'lmay yopilib ketgan. Hozirda esa mana bunda esa bor. Xo'p, saytga kirganda shunday oyna ochiladi. Sayt silkasini video opsiyangizga qoldirib o'tib ketaman. Xuddi shu oyna bo'limini ustiga bitta bossada sayt mana shunaqa oynasiga o'tib ketasizlar. Ya'ni pullik bo'limiga emas. Xo'p, pastroqqa tushamiz. Eng pastga tushsangiz mana bu yerda mana besplatniy podpiska Telegram. Endi bu yerga qaysini kiritasiz? Telegram chatingizni qo'shasiz yoki Telegram guruhingiz yoki kanalingiz bo'lsa qo'shasiz. Mana misol uchun menda Telegram guruhimga urib ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ustiga bitta bosib nusxa kopировать qilib olasiz silkasini. Silkasini kopировать qilib olganingizdan so'ng esa siz bu yerga nasilka degan joyiga kanalingiz yoki guruh chatingizda silkasini qo'yasiz. Lekin bitta narsani aytib o'tib ketaman. Men sizlarga kanalingiz yoki guruhingiz bo'lsa 3 kun oldin ochilgan bo'lishi kerak. Ya'ni silkasi ommaviy holatda 3 kun oldin ochilgan bo'lishi kerak. Hozir misol uchun nakrutka ko'raman deb hozir kanalda guruh ochib sirasi ursangiz urilmashi mumkin, chunki bu yangi kanallarga urmaydi. 3 kun oldin ochilib silka qo'yilgan bo'lishi kerak. Xo'p, bu yerga silkasi qo'yganingizdan keyin men robot emasman deb kapchani bosib olamiz. Va mana avtomatik meni tasdiqladi. Sizlarda misol uchun so'rab qolish mumkin. Kapchani o'tishni hamma bilsa kerak endi. Bu yerda zakazit bo'limini bosib o'tamiz. Bosganimizdan so'ng esa mana shu vaqt ichida Telegram guruhimizga odam qo'shiladi. Mana shu oynani yopmanglar. Telefoningiz yoniq holatda mana shuncha sekund kutasiz. Buni ruscha versiyasida ham ko'rsatib o'tib ketgan smmnakrutka.ru da ham 5 daqiqa kutasiz. Unda lekin men aytdim, aylantiradigan barabanlar bor edi. Bunda esa yo'q. Shu sababli 5 daqiqa yana aytib ketib kutasiz. Oynani hech qayerga yopmaysiz, hech qayerga kirmaysiz, Telegram, Instagram o'tib ketmaysiz. Oyna shu holatda tursin. Hozir men videoni pauza qilaman, vaqti tugashi bilan keyin yana videoni davom etaman. Va orada vaqti tugagandan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. O'sha tugagandan keyin yana qayta zakaz berasizmi deb. Bu yerda endi qayta zakaz berishni bossangiz, endi bu yerda kutamiz. Ya'ni Telegram kanalimiz 2127 ta obunasi bor edi mana. 2127 ta obunasi bor edi. Hozir ko'ramiz uriladimi yoki yo'q. Menimcha 100% uriladi, chunki o'zi uriladi. 2142 ta bo'ldi mana, ko'rishingiz mumkin. Nakrutkalar qo'shilish boshladi o'sha. Hop, 2142 ta qo'shildi. Endi hisoblaymiz. 2127 ta edi. 2127 ta bo'lsa qo'shamiz. 20 ta. 20 ta qo'shilgan ekan. Mayli, zo'r, yo'q joydan bor. 20 ta obuna qo'shildi. Yana bitta qo'shiladi, adashmasam yo'q bo'ldi. Mana shunday holatda sizlar ham nakrutka urasizlar. Bu yerda hozir qaranglar, yana zakaz bersa bo'ladi orqasidan sirasi yana 20 ta, 15 ta 30 ta bo'lib keladi, lekin degan joyi bor. Nimaga degan? Agar hozir siz zakaz bersangiz, orqasidan 20 turadi, yana zakaz bersangiz, yana 20 turadi 5 daqiqa kutib, keyin gruppingiz Timoviy bankga o'tadi. Gruppingiz bankga tushmaydi, bu sayt bo'yicha bankga tushadi. Ya'ni nakrutkasiga siz gruppa boshqa zakaz bermaysiz. Ya'ni 1-2 haftagacha nakrutka ura olmaysiz. Shuning uchun bitta zakaz berganingizdan keyin 3 soat yo 4 soat maksimalda 4 soatgacha kutinglar. 4 soatdan keyin zakaz beringlar. Ya'ni Timoviy bankga tushirmaslik uchun, ya'ni nakrutkasiga. Ya'ni Timoviy bank o'zining nakrutkasi bo'yicha, ya'ni sizga gruppangizga xat urmaydi ekan, misol uchun. Limit degan narsa bo'lib qoladi. Shu sababli har 3-4 soatda ochko'zlik qilmasdan ursanglar bo'ladi do'stlar, bemalol urib beradi. Xo'p, bu yerda 2142 ta menda tez keldi. Bir xil payt asta keladi, ya'ni 1 soat turilishi mumkin, yo 40 minut yoki 2 soatga ham cho'zilishi mumkin. Shoshilmaysizlar, просто tak kutasizlar agar urilmasa.
20 minut, 30 minut, 1 soat, 2 soat kutsanglar, o'zi avtomatik kelib qo'shiladi bu yerda. Hech qanaqa problema narsasi bo'lmaydi do'stlar. Undan tashqari esa sizlarga ham bunga o'xshagan saytlar, Instagramga, Telegramga sayt nakrutklar kerak bo'lsa, ana Telegram botimiz orqali topishingiz mumkin. Undan tashqari qo'shimcha o'sha bot silkalari, mana shu sayt silkasi ham botimiz silkasi qoldirib o'tgan, botga qo'shib qo'yaman. Mana Instagram nakrutka saytlarimiz chiqargan videolarga shu paytgacha. Undan tashqari Telegram nakrutka sayt, bu yerda bitta ikkita saytlar ham ishlayapti. Bemalol bitta ko'rib, nakrutka ko'rishingiz mumkin saytga. Bugungi sayt silkasini botga qo'shib qo'yaman. Bot silkasini ham video opisyasiyaga qo'shib qo'yaman. Bemalol o'tib uni qilsanglar bo'ladi. Agar men sizlarga ishonch nakrutka xizmati kerak bo'lsa, Abbos Luguz nakrutka xizmatini tavsiya etaman. Telegram kanalimizda qadab qo'yganmiz. 2 yildan ishlab kelmoqdamiz. Shu paytgacha hech qanaqa problema bo'lmagan. 100% urib beramiz. Arzon narxda 100% urib beramiz. Bundan ham arzon narxlarga ishonib, mashinaliklarga pul suhbat ko'rgandan ko'ra ozgina achinmasanglar, nakrutka urib beramiz. 22 ming so'mga 3 dollar kafolat. Bittada urib beramiz. Manaqa 30 ta 40 ta qilib o'tirmayman desanglar. Bundan tashqari esa bizda ishonchli xizmat, ya'ni spotlarini ham tashlab o'tyapmiz endi. Telegram kanalimiz, guruhimizni ochib qo'yganmiz. Har premium, Telegram, nakrutka, bundan tashqari barcha xizmatlarimizni endi spotlarni tashlab turibmiz. Ya'ni hammaga ishonchli va tezkor sifatini ko'rishimiz uchun. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videomizga maksimal like va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obunani bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va kontent maker videolar bizning kanaldan topishingiz mumkin. Sizlar bilan yaqin vaqtda Abbos Vlogs kanali bo'ldi. Keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.